Bu videoda qor bolalar jangi bo'ladi. Va bu ayovsiz jangda men, Maqsud va Sardor qatnashadi. Va albatta videoni oxirigacha ko'ring. Va bo'lmasam boshladik. Qo'shma to'rtal albatta sizlar obuna qo'ying, chunki men yangi maqsadim bor va u ham bo'lsa 850 ming obunachi. O'ylashim bo'yicha o'sha bo'yida chiqqanda biz 850 ming obunachiga juda ham qattiq yaqinlashgan bo'lamiz va o'ylashim bo'yicha bundan keyingi video mana shunaqa bakalashkalardan kiyim yasatganimiz haqida bo'ladi. Chunki biz 850 ming obunachidan keyin oddiygina bakalashkadan kiyim yasab suzmoqchi edik. Lekin havoga ham qaraymiz, chunki havo sovuq, bunaqa qor yog'ib turgan bo'lsa, suv muzlab qolgan bo'ladi va suzish qiyin bo'ladi. Nima bo'lgan taqdirda obuna bo'ling va bo'lmasam bizlarning yana bir qiziqarli va noodatiy challengeimiz boshlandi. Xo'sh, bo'lmasam boshlaymiz va qaranglar bolalar. Hammamizda 1 soat vaqt bo'ladi va 1 soatda biz o'zimiz xohlagancha qorbobo yasaymiz. Va bu qorbobo agar 3 ta testdan o'tsa, bu endi qorbobo bo'ladi. Birinchi test choy bo'yicha, ikkinchi test mustahkamlagan qorot ko'ramiz, uni ham buzilmasligi kerak. Uchinchi test mana shafatim ichidash kerak. Qayta shafatimdan keyin kimniki yaxshiroq qolsa o'sha yutadi, qarchi. Da, bu challenge ancha qizaloq bo'ladi. Bo'lmasam, davayki, vaqt ketdi. Meni yaqinroq kelasan, men hozirga qanaqa qorbobo yasashimni tushuntirib beraman. To'g'ri desam, hozir ikkita plan bor. Birinchisi kattaroq choyga qorbobo yasash, ikkinchisi qorboboyimni qarshi ham daraxtga qo'shib yasayman. Shunda daraxt qorboboyimni mustahkamlab ushlab turadi. O'ylashim bo'yicha shunaqa, davayki o'zi yasab ko'ramiz va bilmaydiganlar uchun men hozir qanaqasiga qorbobo yasash tushuntiraman. Bu uchun oldin mana bunaqa qo'llanadi, dumaloqcha va buni aylantirib tursiz katta qorbobo ketadi. Ana qaranglar. Va aylantiramiz. Va shaqib qarish kattar boradi. Planim hozir shunaqa. Mana men hozir sizlarga qanaqa qilib qor bola yasashimni o'rgataman. Birinchi bo'lib mana bunday qorni birlashtirib baland qilib yasaymiz. Men Olf bilsanglar, multfilmda Olf degan qorbobo bor. Shunaqa yasamoqchiman. Xo'p, men sizlarga hozir yasamoqchi bo'lgan qorboboni ko'rsataman. Bu qorbobo hozirgi kunda trendda bo'layotgan Sigma bor-ku. Hamma ko'rayotgan bo'lsa kerak. Menimcha qorboboni Sigma versiyasida yasashgan va men o'shanaqa qilishga harakat qilaman. Men o'sha multfilmlarda ko'rganman. Mana shu dumaloq qorni yasab turib, dumanatga tursa u kattalashib ketadi va men yasayotgan qorbobo 3 ta testga ham chidaydi deb o'ylayman. Shunaqa qilib qor bolalarimizni yasashni boshlab oldik va men boshlanishiga daraxtni oldiga qorlarni yig'dim va bolalar ham o'zlari o'ylagan qor bolalarni yasashni boshlashdi. Va oradan 10 minut ham o'tdi va 10 minut o'tgandan keyin men yasagan narsamiz faqat shu va endi hozir buni ikkinchi tashladim, undan keyin boshlashsam bo'ldi. Bu bilan daraxt bilan birga qo'shilib ketgan bo'ladi. Shunda hech bola buni buzolmaydi. Bu qurishmaydi o'ylab qoldim. Qara o'zi qish oxirlariga kelib qoldik-ku. Eng katta qor dumalog'ini yasa qanaqa bo'ladi? Biram eng katta qor dumalog'i. Tasavvur qilgan dumaloq kattalarga mana shuncha bo'ladi. Bu dashamandan ham katta. Da o'ylashim uchun biz buni qila olamiz, lekin bu mini eksperiment ham challenge'imizni qachon ko'rish videoda yana shu nechta desam bo'ladi. 40 ming like kelganiga qilamiz. Agar sizga qiziqsa like boshlashinglar va bo'lmasa ham mana bu qor bolamni yasashga qaytdim. Mana hozir hali tagini bitirganim yo'q. Mana endi hali kattaroq dumaloq qilaman. Keyinchalik ham bitta qavat bo'ladi, kimda boshi bo'ladi. Kimda o'zim burni bo'ladi, chista Olf bo'ladi. Hali ko'rasizlar. Menimcha eng zo'ri meniki chiqadi. Omon ekaniki buzilib ketishi mumkin. Daraxtga chunki yopishtirib ko'rganmisizlar hech daraxtga yopishtirilgan qorboboni. Shuning uchun men yutaman. Hozir men Maqsudga ham, Omon akaga ham qaradim. Ularga qarasam, uje menikidan ancha katta. Men shuning uchun tezroq harakat qilib turib, 1 soat ichida ularnikidan ham kattaroq qilishim kerak. Hozir gideta 40-45-50 minut vaqt qoldi. Va biz yana o'z qor bolalarimizni ustida ishlashni davom ettirdik. Va orada men zerikib qoldim. Xo'sh, arendada aytgan bola yasagan narsalarni ko'ring. Bu kim? Meniki. Shu qorbobomi? Mayli. Bu-chi? Meniki. Bu sani qorboboing. Da 100% ancha inson kerak. Hamayli. Barxod boshlanishda men karlar kuluraman-ku. Oxirini o'rishish hech kim bilmaydi. Da aytib qol oldida vaqt bor, yutishga harakat qilinglar mana. Va o'sha yana yasashga qaytdik. Hamma harakat qilib qor odamlarni yasayotgan joyda meni qo'lim qichib qoldi. Va endi qitmirlik qilaman. O'xtiga qara. Maqsad hozir Sardor ketdi, qara. Dayt hozir o'rgansa biz tashimiz, uni xalaqtib berib, oxirida men yutishim uchun. Ketib qolamiz. Sardor! O ketib qoldi, qara, boshqasi qara. Rozi bo'lasan. Yugurib kelsin qaranglar. Menikimi? Katta bizdan azganasini oldim, shu qor keraklik uchun. Qor yo'q, bu. To'xtang, bering, bo'ldi. Ichimizga bering, yoyib tashamang, bo'ldi, mana shuni. Men qaytaman buni oldim. Mayli. Zato lekin bolaniki uchun kattaroq qoldi. Men hozircha maqsadi samolyotda, samolyotdimman. Qor bolasi. Xo'sh, rahmat, yaxlat oldim.
Menmi Sardor aka. Muhammal o'zi men yana ketdim o'zimni daraxtli qorbolamni davom yasashga. Va oradan 15 minut o'tgandan keyin men o'zimni qor odamimni yasashni tugatdim. Va oradan o'zi 40 minut o'tdi va hali 1 soat bo'lishidan oldin men mana bu o'zi qorbolam yasab bo'ldi. Va o'ylashim uchun bu prям menimcha eng chiroylisi. Va bola hali o'zi o'ylagan qorbola yasab bo'lgani yo'q. Unda hali 1 soatdan bo'lgani yo'q va 20 minutdan keyin bolani qorbolasini ko'ramiz. 2 hours later. Va oradan o'zi 1 soat o'tdi va mana bolaning qorbolasi va mana bu prям Sardor yasigani. Yaqinda yuzini olgan. Bu qanaqa sigma bu? Просто qanaqadir bir quyonchami mamlatlarni qaraylik. Men o'zi sigma yasamoqchi edim, qarasam shu darajada qiyin ekan, shunaqa manitlarini qilish qiyin ekan. Lekin oxirida boshiga quloqcha qilish xayolim kelib qoldi. Lekin quyoncha bo'lib qoldi. Men o'ylashim bo'yicha eng chiroylini Sardorga berishni to'g'ri. Bechara xafa bo'lmagan ukam. Va hammaylar ana endi Maqsudni qorbolasini ko'ramiz. Va mana bu Maqsud yasagan qorbola. Nуда mana tugmachalari tushib ketib qolgan-u. Da, qarash muhim emas. Tasavvurli tugmalari bor. Lekin haqiqatan ham xuddi o'sha multfilmdagi Olufmidi? Ha, Oluf. Olufga realli o'xshagan. O'zi men buni sabzidan emas, ko'mirdan qilmoqchi edim, lekin ko'mir yo'qligi uchun sabzi qo'yib yubordim. Ha, burnini ko'mirdan qilmoqchimiding? Yo'q, ko'zlarini mana bunday tushib ketyapti. Tugmalarini? Da, lekin realli shunaqa. Va bo'lsa qaranglar mana. Esingizda bo'lsa, birinchi raund chiroy bo'yicha edi. Ya'ni birinchi raund chiroy bo'yicha, ikkinchi raund shu bittadan qoratamiz, kimniki ko'proq o'xshasa o'sha yetadi. Uchinchi raund esa bilan shabatdan beramiz. Va bo'lsa birinchi raund chiroy bo'yicha 100% Maqsud yutdi. Chunki buniki bilan chiroyli. Qolganlardan, ya'ni Sardor va menga, Sardorga afshuxunlik bo'lsa ham, mayli o'zimning qorbolamga teng ko'raman, 0.5 dan olamiz. Demak, mendan 0.5, Sardordan 0.5 va Maqsudda 1 ochko. Bu hammaylar, endi bo'lsam ancha qiziqaveradigan ikkinchi raundga. Ya'ni qorboladan yasab otamiz. Yo'g'i, dumaloq yasab otib, qorbolasini buzishga harakat qilamiz. Va birinchi yo'li biz Maqsudni qorbolasini prям majalashga harakat qilamiz. Ya'ni uzoqdan turib qorbola otamiz. Nima deysan, biz olamizmi yoki biz olmaymizmi? Eng chiroyli meniki bo'lsa ham, lekin eng nozik meniki bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chiroyli nozik bo'ladi-da. Men hamma bo'lsa endi otib ko'ramiz. Va mana bu prям Maqsudga otadigan prям meni qor dumaloqcham. Chunki razmer farqi yo'q. Ya'ni bolalar menga bundan kattasini kelib sotsa bo'ladi. Bu esa meniki kichkina bo'lsa ham mustahkam qattiq otishga harakat qilaman. Men hammaylar birinchi o'zim otib beraman. Va Maqsud xafa bo'lma. Просто saniki mustahkam emas. Otaman. Voy kallasi chiqayotgan eqi. Nida reallik вообще mo'shlik bo'ldi. Men hammaylar endi Sardor savarchigalik. Bo'ldi, endi bilmadim qayerga otaman. Qorniga otishga harakat qilaman. Voy! Lekin to'g'risi Maqsudga sal achchig'im keldi. Qorbolasi inshaalloh qolmadi. Men hammaylar zotda Maqsuddan hozir revanch oladi. Chunki endi navbat Sardorni qorbolasiga shunaqa narsa sotib ko'rishga. Va Sardor nima deb o'ylaysan? Hozir qorbola sinib ketadimi yo ushlab qoladimi? Bilmadim, endi Maqsudni qorbolasi menikidan mustahkamroq deb o'ylagandim. Endi hozir otinglarchi qani? Va mana shu qo'limizdagi qor parchalarini Sardorni mana bu qorbolasiga otamiz. Va davaychi birinchi yo'l xartangni o'zim boshlab beraman. Hop va Kalasimni yo'q qo'rim to'g'risi. No, qaranglar, hozir men uni bolalardan kulib, qorbolasini buzib tashaman-da. Oxirida o'zimnikini ham bolalar shunaqa qiyin ekan, 100%. Men hammayli, men buni chorasini ko'rganman. Aytgancha, otishdan bat endi Maqsudga. Ana endi men otaman, hozir men qorlarni birlashtirib yasab oldim. Polni buzilib ketadi Sardordik. Demadim. Men hammayli bo'lsa shuncha otganimizdan keyin Sardorni qorbolasi shu ahvolga keldi. Nomon aka, nima deb o'ylaysiz? Hozir sizni qorbolangizni yo'q qilib tasha olamizmi yo yo'qmi? Men bilmadim, buni hozir ko'ramiz. Men hammaylar otinglar chiqani? Men hozir mana shuni otaman, muzli. Va men hozir mana shu katta qorni otaman. Otishda hozir men birinchi boshlab beraman. Hech narsa qilmadi. Hech nima qilmadi. O'rtoqlar, ko'rdinglarmi? Haqiqiy baquvvat qorbolamanda. Hammalar endi Maqsud sanot. Bacharasini bejadi. Da, no lekin men shunday turibman. No 100% menimcha baqatli bo'lish meni kutdi, chunki mana hech bola o'zgargani, faqat yuzi sal, ko'zlari sal yo'qolib qoldi. Bo'ldi, mana ko'zlari ham topildi mana. Bo'ldi, burnini qo'yib qo'ysam, faqatgina salgina mamatlar sal ketib burni tushib qoldi. Bularniki o'zi kallasi bilan yo'q ketib qoldi. Demak,
Baquvvatlik bo'yicha 100% meniki yutdi. Menga 1 ochko, salligi bilan 1 ochko bersa bo'ladi, bilmayman. Даже 0.5 ham berib olmaydi chunki. No, bo'lmasam baquvvatlik bo'yicha menga 1, bolalarga 0 dan. No, hammanglar 3-raund shapat berish bilan edi. Davlat 3-raund o'zim boshlab beraman. Ya'ni shapat beraman. Qatiga shapat bering, qornigami, betigami qatiga. Hozir o'sha betiga bersangiz daraxtga 100% tegadi. Shuning uchun qorniga bering. Mashtiga shapat bering, qatiga. Ko'rsatmanga o'sha. Bo'ladi, mana shu yerga iloji bo'lsa qattiqroq. Qatgancha o'rtoqlar shu qorda shu yubqagina mana, yubqagina ichida faqat maykam bor bilan. To'g'risi, nimaga aytaman, shu yubqagina kiyimda shu qorda uchun kontent qolma. Shu uchun bitta like bosinglar, bu hamma sizlar uchun va bo'lmasam davaychi. Davay. Bu meni eng katta dushman tasavvur qilamiz va lekin mana ma'lumotlar sinib ketdi. Demak, menga ham salga zon yetdi. Va hammalar endi navbat bolalarga, ya'ni hozir Sardor o'zining qor bolasiga shapat uradi. Acha shapat uradigan yuzi o'zi yo'q, qattiq yuradi. Qarasa urishga. Bo'ldi, men qayerga urayman? Siz tanlab bering. Mashtiga ur bo'ldi. Qayerga? Mashtiga bor kuchimni ursa mana, Mamet bilan pol tepalarga ketadi. Mashtigami? Ha, 1 2 3 Даже sen buni o'qisang, men buni o'zim ajal ketib qoldi. Nada bu qorbola emas, bu просто qanaqadir stolcha. Stolcha bo'lib qoldi-da. Yuf. No, hammanglar bo'lmasam bilan tan olish kerak, Sardorga bilan ham xuniki, ham o'sha nozik ekan. Men hammanglar ana endi tekshirib ko'rish navbati. Maqsudning kallasi yo'q qorbosiga. Xo'sh, qara, Maqsud tayyormisan? Da, tayyorman. Xo'p, Qatiga urib bering. mana mashtiga ur. Bor kuchim bilan shu uchib ketib qolsam men. Oh! Faqatgina men bu qoldim. Bilmayman mana. Va shunda qaranglar, o'pshi balla bo'yicha 100% men yutdim. Menda 3 ochko va sizlarga 0-0 o'sha har doimgidek. Va shunda menda prям 2,5 ochko, Maqsudda 1 ochko, Sardor o'zini 5 ochko. Shunda 100% bo'yicha men yutdim yoki boshqachami? Xo'p, masalan siz rostdan kim yutdi deb o'ylaysiz? Albatta kommentariy yozib qoldiring, chunki sizlarning fikringlar men uchun qiziq. No da, bo'lmasam video tugadi. Keyingi videoda ko'rishguncha. Ciao.